Assalomu alaykum. Qadrdonlar, navbatdan go'shtlarimiz Damas. Mana ko'rib turganingizdek, mudhish hodisa bo'pti. 3 ta mashina urilibdi ekan. Bu eng oxirgisi ekan. Fara o'ta singan fara almashadi. Mana ular hammasi o'zini qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu holatda bamper ham almashadi. Lekin mana taraflari yaxshi shikastlanmagan, bu taraflari bitta. Asosiy mana shu tarafi juda qattiq bo'lgan. Spark orqasiga urgan. Ko'rib turganingizdek. Ishing ham qayerda hatto konshotini. Mana. Endi biz shuni chiroylab o'rniga joyiga qaytarib keltirib qo'yamiz. Xudo xohlasa, zazorlar ham qochib ketgan. Zazorlarni ochamiz. Kuzatmanglar qadrdonlar. Kimga shunaqa ishlar kerak, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ehtiyot, kimdir usta bo'lsa, remont qildirardim deganlar bo'lsa, murojaat qilsani, yo podelitsiya qilib qo'ysani, qilib beramiz xudo xohlasa. Ichlargacha ketgan, ichlarni ham ko'rishsa ham ko'chib olib ketgan hujjatlarda. Ko'chib olib ketgan. Taglari ham mana. Biz ham narsalarni yechsak, aniq ko'rinadi, aniq bilinadi. Biz ablisovkani yechib olamiz, bilinadi. Shunaqa gaplar. Kuzatib boringlar qadrdonlar. Yechintirsa bilamiz dedim, aytganimdan qanaqa ahvolini. Voy, o'ta dahshat. O'ta Farruq otaning jo't qildi. O, ichida qolib ketgan. Joyam ichiga kirganda mana uzilib ketgan zaklopkadan. Yaxshigina udar bo'lgan keyin. Mashina. Qadrdonlar, damizimiz ham o'zgarishlar ketdi. Hop. Mana ham yangi olib keldilar. Buni asosida mashinani ushbu bo'lib kiydim bo'ldi. Mana ular hammasi o'ziniki bo'libdi. Fara, disovkalarimiz yangi olib kelishdi. O'ziniki ahvoli. Damas zo'r narsa ekan. O'zi uni ham agar ushbu bo'lib yemasin deyilsa-da, uni zaklopkalardan shuni bo'shatib olib, mana boshqasini qo'ysa bo'lar ekan. Buni agar boshqasini qo'yib qo'ysangiz, bu ham kraska bo'lmasa ekan, вообще kim bilib o'tiradi naki. Oldidan urilmagan. Kelabisi urilmaganda qilib qo'ysa bo'lar ekanda. Просто mana zaklovkasidan chiqarib tashlab, buni boshqa qilib shunday qo'ysangiz zaklovkasidan chiroylab, mana joylar hammasi cho'tki kelib, hamma yoq cho'tki kelar ekan. Tendirib kraska qilib qo'ysangiz, kim aytadi buni oldidan urilmagan deb. Chunki hamma joy bikiladi, mana ular hammasi bikilib ketadi. Bular hammasi bikilib ketadi. O'lgan odam hech qachon buni o'chib qarab ko'raychi demaydi. Zo'r. Klass. Mana qadrdonlar, damizimiz ham mana xudo xolisa. Farel o'rniga farel jazorlar joyiga keldi, xudo xolisa. Taglari endi qoldi, o'zi ashilani tikislab svorka qilsam. Atak banga asosiysi mana fara abrisovkaga chiroyli o'rnatib turib oldim, kelib oldi. Inshaalloh mana endi ishida ham zazori o'childi. Lekin unaqa katta bo'lib o'chilmadi. Menimcha bu o'zi shunaqa katta bo'lmaganda buni zazori. Nimaga desam, mana endi ham o'zi mana zazor ozda. Agar men buni oldiga yurgizaman desam, o'zi mana endi zazor ozayib qoladi. Unda o'chilib yopilishga qiynalib qoladi. Bu tegi munjalni zavodda shunaqa oz bo'ladi zazor. Lekin o'chilib yopilishlari çok go'zal u. Tash sababli. Agar mana ketgan desangiz, bu ketgan bo'lsa, mana hech qanaqangi defekt va singan bo'lobotlar yo'q-da. Faqat tashqisida, shu sababda. Shunaqa gaplar. Endi hozir mana endi bundoq kesaman, bilmadim, qizdirib cho'k tursam mashina shishib qolgan. Shunaqa. Ba'zi ishlar ketib turibdi. Asosiysi mana fara, mana nimalar, ablisovkalar hammasi chiroyli keldi. Endi qolgan o'zi ishini olib, uni o'rnatib, kapalashni harakatdamiz. Damizamiz ham xudo xolisa. Tayyor bo'lib pastda o'zi gruntov sepamiz xudo xolisa. Uni pastlarni sraz ishlab krasib olamiz. Mana ishida ham ozgina joyga ham ustavordim, endi iloji yo'q. Kapalaga uni butun shpulni ustalmaydi. Endi hozir gruntovga sepib, keyin kraska. Xudo xolisa qadrdonlar ham tezlab ketdi. Sepdim buni. Xudo xolisa inshaalloh yaxshi, go'zal.
Hop, endi buni eshigini ham, netini ham o'ziga jo'tib. Aytganimdek sipordim. Xohlasa yig'amiz endi buni yig'ib kechroq qilib yuborish kerak bo'ladi. Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana xudo xohlasa mana mo'shamiz ham tayyorlaymiz, egalab ketishga. Video qilib dedim. Mana uni kapalarni oxirida boshqa qo'ydik. Mana pajabon jo'tini o'zini qo'ydim. Endi buni yana zo'r qilaman, shu an shipilib ana bo'lish kerak. Shuning uchun xuddalik anaqada chiqazgan singani ham bo'lib qoldi. Xudo xohlasa yaxshi mana inshaalloh o'rnab turibdi, chiroyli. Go'zal. Mana bamper endi bir zo'r bamper emas, eng arzon bamper. Faramiz ham eng arzon bamper. Fara bamper original bo'lmaydi. Yo'q, o'shanda ham yomon emas, yaxshi. Shu bitta manshet kelmaydi bamperda. Mana taraf zo'r kelib turib, mana taraf kelmaydi mana bamperda. Ustidan bag'ir kelgan, bag'ir kelmagan. Endi o'zim bamperlik uchun harakat qildim, lekin chiroyli qo'yishga yo'q. Shunchalik keldi xolos, qadrdonlar, shunaqa gaplar. Kimga shunaqa ishlar keraksa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling qadrdonlar. Kelasi videolarda ko'rishguncha.